Yer sayyorasidagi eng xavfli hududlardan biri haqida bilishga tayyormisiz? Obuna bo'ling, hozir bilib olasiz. Drake bo'g'ozi eniga 820 km masofa bilan dunyodagi eng keng va eng xavfli bo'g'oz bo'lib, kemalar qabristoni nomi bilan ham tanilgan. Chunki bu joydan suzib o'tishga harakat qilgan yuzlab kemalar suv tubiga g'arq bo'lgan. Chuqurligi esa 5 kilometrdan ham oshadi. Bu Alp tog'larini ham ko'madigan o'lcham hisoblanadi. Drake nomi esa ushbu bo'g'ozni 1578-yilda birinchilardan bo'lib suzib o'tgan dengizchi Francis Drake sharafiga qo'yilgan. Aytishlaricha, ekvatordan qanchalik uzoqlashsangiz, sharoit va yashash uchun kurashish shunchalik og'irroq bo'ladi. 20-parallelgacha dengiz hududlari ancha xavfsiz. 40 darajadan pastroqda esa holat jiddiylashsa, 50 darajadan pastda esa ekstremal vaziyatlar o'chog'idir. Drake bo'g'ozi 3 ta okean va 2 qit'aning toraygan chorrahasida joylashgan desak ham bo'ladi. Ulkan sayyoramiz uchun u torroq hudud bo'lgani uchun atmosfera siklonlari ba'zida o'tib ketishga qiynaladi, juda tezlashadi yoki to'qnashib ketadi. Natijada mana shunday bo'ronlar vujudga keladi. To'lqinlar esa 15 metrdan ham balandroqqa ko'tarilishi mumkin. Unda kemalarga balo bormi bunaqa joyda dersiz? Gap shundaki, hozirda Tinch va Atlantika okeanlari orasidagi Panama kanali orqali kemalarning o'tishiga sharoit bor. Biroq Panama kanali 1914-yilgacha mavjud emas edi. Shuning uchun ko'plab savdo kemalari tom ma'noda dunyodagi eng xavfli bo'g'ozdan o'tishga majbur bo'lishgan. Hozir esa Antarktidaga bormoqchi bo'lsangiz ham mana shu dahshatli hududni taxminan 48 soat davomida suzib o'tishingizga to'g'ri keladi. Siz bunga rozi bo'larmidingiz? Fikringizni izohda yozing. Video foydali bo'ldimi? Unda like bosishni unutmang.